Bilasizlar, bizning o'zbeklarimizni ko'pchiligi yarmini oilasiga bersa, mehrini yarmini mashinaga beradi. Undan sotib olgan odam ham maza qilib haydaydi. Hozir men sizlarga bitta shunaqasini ko'rsataman. Chevrolet Spark 2020-yil 134 ming yurgan. Mashinamizda ikkinchi paysi mexanika, konditsionerlari bor. Hop, 4 ta yaxshi yumshoq diska balonlarda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Sostenasi ideal holatda bo'lib turibdi. Bitta kichkina ayb bor ekan, hozir aytib o'tib ketaman. Mashinamizning kuzoplari zo'r holatda bo'lib turibdi. Juda ham akkuratni qarab haydalgan. Okalar, mashinani mehr berib haydashgan ekan. Shu bitta kichkina minus tarafi mana shu tomiga daraxt tushgan ekan, ozgina miyatina bo'lib qolgan ekan. Bitta mana mashinasini chiqarib olsanglar, qolgan joylari xudo xolasa ideal bo'lib turibdi. Hech qanaqa texnik ishi yo'q. Sostenasini bitta ko'rsataman. Okalar, 2020-yil mashinaga ashkalanib turishini qaranglar. Yengillik bo'lib turibdi. Mana bitta namdan qilib olib ketdilar endi. Salafarlar taqib, sirenalari ham yangi holatda bo'lib turibdi. Mashinani juda ham yaxshi ko'radigan odam ekanlar. Ko'rishingiz mumkin. Torpedkalari ham ideal holatda bo'lib turibdi. 2020-yil 134 ming yurgan ikkinchi paytda Spark. Okalar, salonimizning orqasi, orqalariga ham salafarlarni bu zavodga salafanmi yo o'zlari olganmilar? Xo'p, egalar nomer pastda qoldiramiz. Biz bu mashinamizni sizlarga egalar bilan gaplashib 6900 ga berib yuboramiz.